qizlarini erkalatgan badavlat akalar, og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan puldor akalar, qizingiz ulg'ayadi shu kengchilikda, shu erkalatishlikda, balog'atga yetadi, xaridor keladi. Siz bilmaysiz kimga berishingizni, taqdir. Qo'li kaltaroq bo'lgan odamni qizning qo'liga berasiz. Sizni yuzda ko'rib taltayishlik, sizning yuzdagi kengchilikni topa olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Turmushlar buzilib ketadi. Imom bo'lganimiz bois, birodarlar, bu narsalarga ko'p guvoh bo'lamiz. Kuyov bolani to'g'atmabdi deydi. Kuyov bolanidagi sharoit otasinikidagida qilmasdi ekan. Qulayliklarni qilib bera olmabdi. O'zi asosiy narsa shu, lekin boshqa bir narsalar ro'kach qilinadi-da, qizini taltaytirib yuborgan puldor akalar qizlarini uyini o'zlari buzib qo'yishdi. Ixshavshanu fa innan ni'mala tadum. O'zingizlarni yeyish-ichishda, kiyim-kechakda soddaroq, to'porroq bo'lishga o'rgatinglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi.